Assalomu alaykum hammaga. Mana kun kech bo'lishiga qaramasdan Vaz 2107 mashinamizni motorlarini to'liq 0 dan 100 gacha kapitalni qilib yedik. Bu mashinamizni transport va qaniymonlargacha yangi bo'ldi. Karzina diskesplena mana Madin Valio Karzina diskesplenalardan bo'ldi. To'liqlari to'liq chekib bo'ldi. Mana ichlari hamma narsasi yangi, ideal holatda. Xudo xohlasa bu joyiga qo'yapmiz. Motorimizni Xudo xohlasa bugun yurg'izamiz. Ustaga? Mana kun kech bo'lishiga qaramasdan ishimiz davom etyapti. Sharni chiroyli holatda bitkazib beryapmiz. Mana bu tozalab hamma narsasini. Gapira olaydim. Zo'r chiqdi.